25-yil ham tugadi. 2050-yil endi 2000-yildan ham yaqinroq. 2019-yilda tug'ilgan bolalar allaqachon maktabga borishyapti. 91-yillar esa 15 yildan keyin 50 yoshga to'ladi. Ammo hayolimizda hamon 2020-yillar. Go'yo hammasi kecha bo'lgandek. Holbuki pandemiyadan beri 6 yil o'tdi. Siz ham buni his qilyapsizmi? Go'yo hamma narsa tezlashib ketgandek. Dunyo oldinga qarab yuguryapti. Biz esa hatto orqaga qarashga ham ulgurmayapmiz. Trendlar, ma'nolar, hatto o'zimizga yeta olmayotgandekmiz. Texnologiyalarchi, avvalgisi ko'nikib ulgurmaysizdan keyingisi chiqyapti. Bilasizmi nimani angladim? Ota-onamni tushunishim osonlashdi. Ilgari men ularga smartfon ishlatishni o'rgatardim. Hozir esa o'zim ham har safar paydo bo'ladigan yangi servislarni o'zlashtirishga ulgurmayapman. Ba'zan ularga hatto havas qilaman. Ularni bolaligi ijtimoiy tarmoqlarsiz, yoshliklari asosiy narsani qo'ldan boy berib qo'yamiz degan qo'rquvlarsiz, kattalik davri doimiy poygasiz o'tgan. Bizda esa yangilanishlar, marafonlar, muddatlar, inqirozlar va tobora kuchayib borayotgan xavotir, depressiya, yolg'izlik va biz hatto tanimaydigan, ehtimol hech qachon ko'rmaydigan odamlarga ergashib yugurish. Va faqat bitta narsa o'zgarmay qoladi. Vaqt. Hech qachon ortga qaytmaydigan vaqt.